Kuni kecha AQShning New York shahridagi mashhur One World Trade Center majmuasida Zakovat intellektual o'yini tashkil etildi. Unda 5 shtatdan kelgan 8 ta bilimdonlar jamoasi o'zaro bahslashdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasining AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Furqat Siddiqov ham ishtirok etdi va bilimdonlarni qutladi. Yoshlarning bilim va salohiyatini o'sishida ko'mak beruvchi Zakovat intellektual o'yini ommalashib bormoqda. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida fan va texnika sohasida samarali ilmiy izlanishlar olib borayotgan va turli yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan mamlakatimiz vakillari o'z bilimlarini sinovdan o'tkazish maqsadida bir joyga to'planishdi. Ushbu tadbirning tashabbuskori Turon O'zbeklar birlashmasi jamiyati raisi, USA Zakovat intellektual klubi raisi Nilufar Qahhorova bo'ldi. Zakovat o'yinida 5 ta shtatdan 8 ta jamoa ishtirok etib, o'z bilimlarini yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Intellektual musobaqa 2 turdan iborat bo'lib, har bir turda ishtirokchilarga 12 tadan savol taqdim etildi. Intellektual musobaqa 2 turdan iborat bo'lib, har bir turda ishtirokchilarga 12 tadan savol taqdim etildi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslar davomida jamoalar o'z bilimlari, mantiqiy fikrlashi va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini namoyon etdilar. Alohida e'tiborga molik jihati shundaki, kurashda 2 jamoa teng ball to'pladi. Natijada g'olib qo'shimcha savol orqali aniqlandi. Bizning jamoamiz nomi Turon, Massachusettsning Boston shahridan. Jamoamizda turli xil kasbda ishlaydigan zakovatchilar, o'yinchilar yig'ilgan. Meditsina sohasida bor, biologiya, ximiya sohasida bor, iqtisod sohasida va IT sohasida ishlaydigan, finans sohasida ishlaydiganlarimiz ham bor. Boston atrofida, Massachusettsda o'zbek diasporasi juda katta bo'lmasligiga qaramasdan, bizda har xil tadbirlar uyushtirib turamiz. Albatta, hayitlar, Yangi yil, Navro'z va mana shu intellektual o'yinlarga bog'langan bir xil tadbirlarimiz bor. Shularda jamoamiz aktiv ishtirok etadi. Turkiston American Association jamiyati jamoasi mana shu Zakovat o'yinlarida Amerika va Kanadadagi vatandoshlarimiz tomonidan tashkil etilgan o'yinlarda muntazam qatnashib keladi. Jamoamiz a'zolari, turli soha vakillari, bu yerda jurnalistlar ham bor, huquqshunoslar ham bor, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassislar, ya'ni tashqi ishlar vazirligida ishlagan mutaxassislar ham bor. Jamoamiz bugungi o'yinga shay, xudo xolasa yaxshi natijalar qayd etishga harakat qilamiz va jamoamizda avlodlar almashinuv bo'lib, sekin-sekin jamoamiz tarkibiga yangi yoshlar kirib kelmoqda. O'ylaymanki, bu jamoamizning kelajagini mustahkamlashga xizmat qiladi. Qizg'in bahslardan so'ng birinchi o'rin Filadelfiya burgutlari jamoasiga nasib qildi. Ikkinchi o'ringa USA zukolari jamoasi munosib ko'rildi. Uchinchi o'rinni Tafakkur jamoasi egalladi. Mazkur tadbir AQSh va Kanadadagi bilimli o'zbekistonlik yoshlarni birlashtiradi. Ularni ilm-ma'rifatga jalb etish hamda professional aloqalarni rivojlantirish yo'lida muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Tadbir yakunida g'olib va sovrindor jamoalar, shuningdek, Zakovat o'yinlarini rivojlantirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir qator vatandoshlarimiz taqdirlandi.